Oh my god! Mana bu smartfon o'zicha flagman emasmi? Hey, hammaga salom, sizlar bilan har doimdek ulug'bek do'stlar. Bugungi videomizda Galaxy A57 smartfon haqida gaplashamiz. Nimaga desanglar, sababi A56 smartfonimizni o'tgan yili sotuv bo'yicha bozorni yorib yuborgan ekan do'stlar. Endi A57 smartfonimizni hozircha rezultati tinch va obzorlar ham nimagadir kam bu smartfon haqida do'stlar. Lekin bozorlarda bu smartfonimizning narxi oshib ketishi mumkin ekan degan gap so'zlar yurgan ekan. Endi men juda ham qiziqdim o'shaning uchun. Nimaga bu smartfonimiz narxi oshishi mumkin? Juda ham qiziqdim va shu sababdan Galaxy A57 smartfonni haqqoniy test qilishga qaror qildim do'stlar. O'zingizlar ko'rib turibsiz, korobkasi ham juda ham ingichka do'stlar. A56 bilan menimcha umuman farqi yo'q. Xuddi shu bitta kabel chiqsa kerak. Hozir korobkasini ochamiz va bu smartfonimizning dizaynini ko'ramiz do'stlar. Undan oldin videomizga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar. 70 mingtaga juda ham oz qoldik va 70 mingtada ham juda ham katta yangiliklarni rejalashtirib qo'yibmiz do'stlar. Xo'p, do'stlar, davaysiz ko'p gapirmaymiz, korobkamizni ochishga boshlaymiz. Ketdik. Rangiga bitta ahamiyat beringlar do'stlar. Juda ham chiroyli rang. Juda ham skromniy rangda qilingan ekan. Tak, telefonni ichiga qo'yib turamiz. Xo'p, bu yerdan sim karta uchun skripkani ko'rishinglar mumkin do'stlar. Tak, ichida esa talon qog'ozchalari va o'zining original kabeli chiqar ekan. Telefonni ehtiyotkorlik bilan olamiz va telefon tagida mana hech narsa yo'q. Korobkasidan hech narsa chiqmadi boshqa. Sasa smartfon dizaynini o'zingizlar ko'rishinglar mumkin do'stlar. Smartfonning rangi menga juda ham yoqdi, lekin afsuski orqasi oyna bo'lganligi uchun ham dog'lar yaqqol bilinar ekan va shu tarafi menga yoqmadi. Lekin bunaqa rang matviy bo'lganda, lekin вот realni yoqqan bo'lar edi do'stlar. Xo'p, bu smartfonimizning ramkalari alyuminiydan qilingan va tepa qismida aynan video zapis uchun mikrofoni mavjud, pastki qismlarida dinamikalari va sim sloti ham mavjud do'stlar. Xo'p, endi kamerasiga keladigan bo'lsak, kamerasi bitta bo'limda joylashgan, 3 ta kamerasi bor, lekin spishkasi do'stlar o'tgan yildek 7 ga o'xshab alohida joylashgan ekan do'stlar. Va orqasi Gorilla Glass Victus Plus himoyasiga ega va oldi ham xuddi shunaqa do'stlar, Gorilla Glass Victus Plus himoyasi mavjud do'stlar. Xo'p, endi bu smartfonimizning ekranini yoqishimiz bilan ingichka ramkalar bizani kutib oladi do'stlar. Tan olish kerak, o'tgan yilgi A56 kabi qalin emas do'stlar, вот real ancha ingichkalashgan, lekin xuddi flagman smartfonlardek ingichka deb aytolmayman do'stlar, lekin ko'zga yoqimli. Endi ekrani 120 Hz do'stlar. Endi bu 120 Hz ekranimizda nimalarga qodirligini hozir o'yinlarda ham hammasini tekshirib ko'ramiz do'stlar. O'zini narxiga arzirmikan, hozir tekshirib bilib olamiz va narxini videoning oxirida aytib o'taman. Testni boshlaymiz. Kelinglar, birinchi bo'lib kameralarni tekshirib ko'rishdan boshlaymiz. Ketdik. Asosiy kamerasi 50 megapiksel, qo'ldan nima kelar ekan hozir ko'ramiz. Galaxy A57 smartfonimizda 1x olingan rasmlarni o'zingizlar ko'rishinglar mumkin do'stlar. Hammasi o'z joyida, ranglar ham o'z me'yorida berilgan do'stlar, ko'zga yoqimli, lekin rasm sifati tiniqmi desanglar do'stlar, men endi juda ham zo'r deb maqtab tasha olmayman do'stlar. Endi ozgina yaqinlashsa, o'sha rasmimizning sifati ancha tushib ketar ekan. 2x olingan rasm ham xuddi shunaqa do'stlar, hech qanaqa farqlar yo'q, ranglar hammasi o'z me'yorida. Lekin portret rejimiga keladigan bo'lsak, menga yoqdi portret rejimi va frontalniy kamerasi ham ancha tiniq ekan do'stlar. Endi videoga keladigan bo'lsak do'stlar, ushbu smartfonimizda HD, Full HD va Ultra HD gacha video olar ekan do'stlar. Va HD da 30 fps, Full HD da 30 ham 60 fps, Ultra HD da esa 30 fps gacha video olar ekan. Endi hozir sifatini ko'ramiz. Tak, hozir HD 30 fps video olyapti do'stlar. Sifatini o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Ranglar ham o'z me'yorida. Ana endi Full HD 60 fps video olyapti do'stlar. Mana ko'rishinglar mumkin. Harakatlanayotgan obyektlarni qanaqa tarzda olinayotganini 60 fps, lekin ko'zga yoqimli olib beryapti do'stlar. 60 fps yaqqol bilinyapti. Ranglar ham hammasi o'z me'yorida. Ana endi Ultra HD 30 fps video olyapti do'stlar. Sifatini o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. To'g'risi Full HD bilan Ultra HD hech farqini sezmadim. Va hozirgi ovozimni Galaxy A57 smartfonimizning mikrofoni yozib oldi. Siz qanaqa rasm va video olishni o'zingizlar ko'rdinglar do'stlar. Endi o'zingizlar ham fikrlarni izohlarda yozib qoldirsanglar yaxshi bo'lardi. Endi bu smartfonimizni o'yinlarda tekshirib ko'ramiz. Tak, birinchi telefonni qiynamasdan Asphalt 9 o'yinini test qilishga boshlaymiz. O'zi vaqtida Asphalt 9 o'yini necha FPS ishlab berar ekan. Tak, mana ko'rishinglar mumkin do'stlar, 60 FPS gacha ishlab berar ekan va visokiy qo'yamiz hammasini. Qisqasi grafikani maksimalni qo'yganimizda ham 60 FPS ishlab berar ekan do'stlar. Xo'p, grafikalar o'sha qoladi va men test qilishni boshladim.
Tak, o'yinni boshlab oldik do'stlar. Grafikasi hammasi o'z joyida. Mashinaning yaltirashlari bo'ladimi, changni bo'ladimi, hammasini alohida detallar bilan ko'rsatib beryapti do'stlar. Endi hozir avariya holatlarini ham ko'rishimiz mumkin. Avariya holatlarida to'g'risi hozircha shunaqa kamchiliklar sezmayapman. Avariya holatlarida ham jamla o'zgacha narsalar yo'q. Shunday kamchiliklarsiz maza o'ynatib bo'ladi va ovozini ham juda ham yaxshi chiqarib berar ekan do'stlar. Stereodinamika menga hozircha yoqyapti. Ana endi ancha-muncha smartfonlarni qiynab qo'yadigan o'yin Correct Street o'yinini tekshirib ko'ramiz. Xo'p, o'zi вообще-то Correct Street o'yini necha FPS ishlab berar ekan do'stlar. Hozir 30 FPS va mana maksimal grafikaga qo'ydim va maksimal FPS ga qo'ydim do'stlar. Qanaqa holatga tushar ekan, hozir ko'ramiz. Tak, do'stlar, mana o'zingiz ko'rib turibsizlar, hozir ham 30 FPS ishlab beryapti, lekin grafikasi umuman boshqa do'stlar. Mashinaning rangi, quyosh nuri umuman boshqacha atmosfera berib turibdi do'stlar. Lekin nimagadir ovoz ora-orada o'chib qolyapti. Hozir qarab turinglar. Mana o'chdi. Endi minimum grafikaga o'tkazamiz. Necha FPS ishlab berar ekan? Eng minimum grafikada do'stlar, mana o'zingiz ko'rib turibsiz, quyosh nuri, yaltirashlari, soyalar, hamma narsa birdegan yo'q bo'lib qoldi do'stlar. Lekin mashina haydalishi ancha bo'lsa ham yengillashdi to'g'risini aytadigan bo'lsam, lekin ko'zi o'rtadi va mana o'zingiz ko'rib turibsiz, daraxtlar ancha piksel sifat ko'rinyapti va ko'zni juda ham tez charchatadi bu grafika do'stlar. Endi maksimal grafikada qo'tyapti desanglar, mana o'rtancha grafikaga qo'yamiz va o'rtancha grafikada qanaqa ishlab beradi do'stlar. Mana grafika, soyalar hammasi o'z joyida, lekin xuddi shu daraxtlar ozgina kamchilik bo'lib turibdi, lekin boshqa joylar hammasi me'yorda do'stlar. Va oxirgi o'yinimizda PUBG Mobile o'yini do'stlar. PUBG Mobile o'yinida qanaqa o'zini ko'rsatar ekan do'stlar. Hozir bilib olamiz. Tak, mana o'zingiz ko'rib turibsiz, hozir planni ishlab beryapti, lekin ataga jarayonlarda yerga tushganimizda qanaqa o'zini ko'rsatadi, hozir hammasini ko'ramiz. Xo'p, har doimgidek odam ko'p joyga sakraymiz va sakraganimizda ozgina layklar bo'lyapti va o'ziga keldi o'sha. Xo'p, tak, atrofda odamlar bor do'stlar, yo'qmas, o'sha bitta skvat ham tushdi. Xo'p, yerga tushdik va hech qanaqa kamchiliklar bo'lmadi. O'zi bu smartfonimizda giroskop bormi? Hozir ko'ramiz. Tak, giroskop. Tak, giroskopimiz bor ekan. Tak, giroskopimizning zadержкасы yo'q ekan, ancha yaxshi ishlab berar ekan. Xo'p, endi ataga qilib ko'ramiz. Ataga jarayonlarda qotarmi ekan? Hozir tekshirib ko'ramiz. Endi PUBG Mobile o'yinida eng oddiy grafikada necha FPS, maksimal grafikada necha FPS ishlaydi desanglar, hozir ko'rsatib o'taman. Xo'p, nastroyga kirib olamiz va eng oddiy grafikaga qo'yganimizda ko'rishingiz mumkin, Extreme 60 FPS do'stlar. Endi planiga qo'ysak ham 60 FPS, balans уже 45 FPS ga tushib qolar ekan. Soki maksimum do'stlar, maksimumda уже 45 FPS ultraja ishlamaydi. Maksimal grafikada 45 FPS ishlab berar ekan do'stlar. Qisasi haqqoniy testni o'zingizlar ko'rdinglar. Endi bu smartfonimizning narxiga keladigan bo'lsak, $430-450 atrofida xarid qilishingiz mumkin ekan. Endi qayerda xarid qilsam bo'ladi desanglar do'stlar, albatta iPlus do'konidan maslahat berib qolaman. iPlus do'konidan xarid qilishingiz mumkin va Instagram sahifasini men opisiyaga qoldirib qo'yaman. Endi sizlarga savol do'stlar, o'zini narxiga arziydimi yoki yo'qmi? Bundan ham yaxshiroq telefon olishimiz mumkinmi yoki? Izohlarda o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Qisqasi videomiz shulardan iborat edi. Videomizga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va keyingi videomizda qaysi smartfonni obzor qilishimni xohlaysiz, izohlarda yozib qoldiringlar.